Assalomu alaykum, hurmatli qadrdon SN Invest mijozlari. Bugun biz sizlarga qishloq xo'jaligida yangilik, yangi zamon, ya'ni traktorlarga avtopilot tizimi haqida gaplashamiz. Bu avtopilot haqida gaplashadigan bo'lsak, avtopilot o'zi avtomatik boshqaruv tizimi, ya'ni o'sha traktorlarga, kombaynlarga, umumiy qilib aytganda qishloq xo'jaligi texnikalariga o'rnatiladigan avtopilot, ya'ni avtomatik boshqaruv tizimi. Bunda eng birinchi o'rinda qulaylik, eng birinchi o'rinda. Ya'ni inson omili aralashuvi juda ham kam bo'ladi. Ya'ni uzog'i 20%, 15% atrofida odam inson omili aralashadi. Qatorlar soni aniq ko'rinib turadi. Ya'ni traktor yurganda qatorlar aniq ko'rinadi. Bir chiziq, bir liniya asosida. Og'ish burchagi 2,5 sm aniqlikda ishlaydi. Bu degani uzog'i 5 sm ga cho'zilishi mumkin. Eng kami 2,5. Bu darada katta emas, 5 sm, 10 sm gacha mumkin. Juda kam. Qatorlar soni aniq ko'rinib turibdi. Undan keyin yoqilg'i sarfiga keladigan bo'lsak, yoqilg'i sarfi ham ancha tejaladi. Sababi avtopilot o'rnatilgandan keyin ortiqcha harakat bo'lmaydi. Bir tekis harakatlanadi. Motorga zo'riqish kelmaydi. Bir tekis harakatlangandan keyin 20% gacha yoqilg'imiz tejaladi. Buni fermer akalar juda ham yaxshi tushunadi. Hosildorlikka keladigan bo'lsak, o'g'itlar sepilish jarayonida ortiqcha sarf bo'ladi baribir. O'g'itlar sepilayotganda. Xuddi shunday. Ishqoz agregatda ortiqcha sarf bo'lmasligi uchun qatorlar bir xil ko'rinib turgandan keyin, qatorlarda harakatlanish bir xil bo'lgandan keyin o'g'itlar bir xil sepiladi. Ortiqcha xarajat bo'lmaydi. Bu ham 15-20% atrofida o'g'itlardan tejaladi. Murojaat uchun quyidagi raqamlarga bog'laning. Biz sizning dalangizga, uyingizga borib avtopilot o'rnatib beramiz.